Ikkala fazanlar tug'ulardan farqini ko'rsatib beraman, aqlliligini. Mana shu qo'limda turgan serveristi fazanda jo'jasi. Onasi kurkovli ochib chiqmagan. Bu inkubatorda chiqqan jo'ja. Bizda faqat inkubatorda chiqadi mana. Serveristi fazanda jo'jasi. Onasi tug'ib yotdi. Hali kurki ham bo'lmagan, jo'ja boqish nimaligini ham bilmaydi. Lekin instinkt tug'ma nimasi juda baland ekan. Ovozdan farq qilar ekan, bu o'zini bolasini tanir ekan. Mana hozir chiylataman, ko'rasiz, guvohi bo'lasizlar. Kelyapti mana janavorni qaranglar. Otasi ham yetib kelyapti. Buni ovozdan bilyapti mana. Qo'yib yuborsam hozir shuni nima qilaman. Tashlayapti menga. Qoch. Mana qiroli ham yetib keldi tezda himoyaga. Bu jo'jani bular ochib chiqmagan, bu inkubatorda chiqqan, lekin shularning bolasi. Mashg'ulot zurriyoti. Orqamdan kelib to'xtamayapti. Juda aqlli jonivor bular.